هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Nisa 58. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Güvende diktanlağa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Nisa suresinin 58. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Ba'da euzu billahi mineşşeytanirracim. Şübhesiz ki Allah sizlarni amanetlerini egisiga qaytarishga, kishilar orasida hukm qilganda adil hukm qilishga buyurdi. Allah sizlarga nasihat qilgan ishlar nima degan yaxshi? Allah haqiqatan so'zinglarni anglab turg'uchidir, ishinglarni ko'rib turg'uchidir. Amanatni ado qilishga buyurish to'g'risida. Allah Teala bu ayette amanetlerini egillerine qaytarishga buyurganlıqdan xabar berdi. İmam Ahmed, Tirmizi, Abu Davud, Nesai ve İbn Majah qatarlıqlar Samire'den Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivayet qildi. Sana amanet qo'ygan kişinin amanetini ado qilgan ve sana xiyonet qilgan kishiga xiyonet qilmagan. Bu amanet bendilerinin üstündeki namaz, zakat, roza, kefaret, nezir ve başka neslerden ibaret Allah Teala'nın haklarını ve bendilerinin birisi amanet koyuşkan nersilerge okşaş, özara haklarını öz içine aldı. Allah Teala bu haklarının hemmisini ada kılışka buyuruydu. Onu bu dünyada ada kılmayan kişiden kıyamet günü hesap edildi. Bu haqda İmam Müslim rivayet qilgan hadisda Peygamber aleyhisselam mundaq deydi. Albatta sizlar haqlarni uning egillariga qaytarsizlar. Hatta munguzsiz qo'y uchun munguzli qo'ydan qisos ilindi. Bu ayet to'g'risida İbn Jarir İbn Jurayjning mundaq deganligini rivayet qildi. Bu ayet Osman İbn Talha to'g'risida tushdi. Makka fathi bo'lgan kuni Peygamber aleyhisselam onundan Kabe'nin açıkışını ilib algan idi. Peygamber aleyhisselam Kabe'ye kirdi. Qaytib chiqqan chaqda bu ayetni o'qigan holatda chiqdi. Şübhesiz ki Allah sizlarni amanetlerini egisiga qaytarishga buyurdi. Ondan u Osmanni yana chaqirib, onunğa açıkışını qaytarib berdi. İbn Jurayj mundaq dedi. Ömer İbni Hattab Peygamber aleyhisselam Kabe'den şübhesiz ki Allah sizlarni amanetlerini egisiga qaytarishga buyuruydu degan oyatni o'qib chiqqanda atam onun uchun pido bo'lsin. Men uning bu oyatni buningdan burun o'qiganligini anglamagan edim dedi. Bu ayet muş iş to'g'risida tushganligi bilan mashhurdir. Bu ayet mayli bu vaqtda tushsin yoki undaq bo'lmasin, buning hukmi hamma kishiga umumiydir. Shuning uchun Ibn Abbas radhiyallohu anhuma va Muhammad ibn Hanafiya qatorliqlar mundaq dedi. Bu ayet yaxshi va eski kishi uchun o'rtaqdir. Ya'ni u har bir kishi uchun o'rtaq buyruqdir. Hüküm kılganda adillik kılışkı buyuruş doğrusida. Kişiler arasında hüküm kılganda adil hüküm kılışkı buyuruydu. Yani bu Allah Teala'nın kişilerin arasında adillik bilen hüküm kılışkı buyurgan ayetidir. Şuna Muhammed ibn Ka'b, Zeyd ibn Aslam ve Şehri ibn Havşab qatarlıqlar mundaq dedi. Bu ayet hakikaten kişilerin arasında hüküm çıkarıdığan
kishilarning orasida hukm chiqaradigan kishilar to'g'risida tushgan oyatdir. Imom Ibn Majah rivoyat qilgan bir hadisda mundaq bayon qilindi. Alloh taolo haqiqatan zulm qilmagan hokim bilan bildidir. Agar u zulm qilsa, Alloh taolo uni tashlab qo'ydi. Asarda mundaq deb bayon qilingan. Bir kun odillik qilish 40 yil ibodat qilgan bilan o'xshashdir. Alloh sizlarga nasihat qilgan ishlar nima degan yaxshi. Ya'ni Alloh taolo sizlarni omonatni ado qilishga, kishilar orasida odillik bilan hukm qilishga, uningdan boshqa Alloh taolaning buyurgan ishlarini qilishinglarga va uning hamma tarafdan to'liq bo'lgan shariatiga bo'ysunishinglarga buyurdi. Alloh haqiqatan so'zinglarni anglab turg'uchidir. Ishinglarni ko'rib turg'uchidir. Ey mu'minlar, Allohga, payg'ambarga va o'zinglardan bo'lgan ish ustidagilarga itoat qilinglar. Agar sizlar bir shayda ixtilof qilishib qolsanglar, bu to'g'rida Allohga va payg'ambariga murojaat qilinglar. Agar sizlar Allohga va oxirat kuniga haqiqiy ishonadigan bo'lsanglar, bu ya'ni Allohning kitobiga va payg'ambarning sunnatiga murojaat qilish sizlar uchun foydalidir. Natija e'tibori bilan go'zaldir. Yaxshi ishlarda boshliqqa bo'ysunishga buyurish to'g'risida. Allohga, payg'ambarga va o'zinglardan bo'lgan ish ustidagilarga itoat qilinglar. Bu oyat to'g'risida Imom Buxoriy, Muslim, Tirmizi, Abu Davud va Nasa'iy qatorliqlar Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bu oyat payg'ambar alayhisalom Abdulloh ibn Hudafa ibn Qays ibn Adini bir qo'shinga boshliq qilib avatganda uning haqida tushgan. Imom Ahmad Alining mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhisalom bir qo'shinni avatib unga ansorilardan bir kishini boshliq qilib qo'ydi. Ular yo'lga chiqqanda u boshliq bir ish to'g'risida ulardan og'rinib qoldi. U ularga: Payg'ambar alayhisalom sizlarning menga bo'ysunishinglarni buyurmadimi? dedi. Ular shundoq deb javob berdi. Boshliq ularga: O'tin yig'inglar dedi. O'tinmi yig'ildi. Ondan boshliq bir o'tni elib kelib, uning bilan o'tinga o't tutashtirdi. Ondan u: Men sizlarni u o'tga kirishga buyurayman dedi. Qo'shindagi odamlar o'tga kirmoqchi bo'ldi. Lekin ularning ichidagi bir yosh bola ularga: Sizlar haqiqatan o'tdan qo'rqib payg'ambar alayhisalom tarafiga qaytgan, ya'ni sizlar o'tdan qochib payg'ambar alayhisalomga iymon keltirdinglar. Sizlar hatto payg'ambar alayhisalom bilan uchrashmoqchilik o'tga kirishga oldirmanglar. Sizlar payg'ambar alayhisalom bilan uchrashganda u sizlarni o'tga kirishga buyursa, ondan uningga kiringlar dedi. Shuning bilan ular payg'ambar alayhisalomning qishi qaytib kelib, uningga bo'lgan ishdan xabar berdi. Ondan payg'ambar alayhisalom: O'tga kirgan bo'lsanglar, menga uningdan chiqolmaydinglar. Bo'ysunish faqat yaxshi ishda bo'ladi dedi. Bu hadisni Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Abu Davud Abdulloh ibn Umardan payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Bir musulmon o'z boshlig'ini yaxshi yoki yomon ko'rsin, boshliq uni yomon ishga buyurmasa, u kishining boshliqligining so'zini anglashi va uningga bo'ysunishi lozimdir. Agar yomon ishga buyurilsa, uning gap anglashi va bo'ysunishi durust emas. Bu hadisni Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Imom Buxoriy va Muslim Ubada ibn Samitdan mundaq deganligini rivoyat qildi. Biz payg'ambar alayhisalomga kayfiyatimiz mayli yaxshi yoki yomon bo'lsin, ahvolimiz yaxshi va yomon bo'lsin, har qanday ahvolda bo'ysunishga, uni hurmatlashga, cho'ng ko'rishga va bir ishni boshliqligini uningga layoqati bor kishidan
talashmaslikqa bay'at qildik. Payg'ambar alayhissalom mundaq dedi: sizlar boshliqqa layoqati bor kishilarning kufrligiga Alloh tarafidan ochiq pokit bo'lganda, oshkori kufrlikni uningda ko'rgan vaqtinglarda uningdan boshliqlikni talashsanglar bo'ladi. Ya'ni musulmon boshliqda dinda cho'ng xatolik hisoblanadigan, kufrga ilib boradigan bir ishni ko'rib qolmoqcha bo'ysunish lozim. Agar uningda kufrlikqa ilib boradigan xatolik aniq ko'rilsa, uningga bo'ysunmasimi va uningdan boshliqlikni talashsimi bo'ladi. İmam Buxoriy Anas radhiyallohu anhudan Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi: sizlarga 5 quruq uzumdek kichik habashlik, ya'ni nigir qul boshliq qilinsimi, sizlar uning so'ziga quloq solinglar va uningga bo'ysuninglar. İmam Muslim Ummu Husaynning mundaq deganligini rivoyat qiladi: men Payg'ambar alayhissalomning eng oxirgi qilgan hajda tabliğ qilib mundaq deganligini angladim: sizlarni Alloh taolaning kitobi bilan yetaklaydigan bir qul sizlarga boshliq qilinsimi, sizlar uning gapiga quloq solinglar va uningga bo'ysuninglar. Yana bir rivoyatda mundaq deb bayon qilindi: u bu yerleri kesik habashalik nigir qul bo'lsimi. İmam Buxoriy va Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi: menga bo'ysungan kishi haqiqatan Alloh taolaga bo'ysungan bo'ladi. Menga osiylik qilgan kishi haqiqatan Alloh taolaga osiylik qilgan bo'ladi. Men boshliq qilib qo'ygan kishiga bo'ysungan kishi haqiqatan menga bo'ysungan, uningga osiylik qilgan kishi menga osiylik qilgan bo'ladi. Allohga, payg'ambarga va o'zinglardan bo'lgan ish ustidagilarga itoat qilinglar. Ya'ni Alloh taolaning kitobiga ergishinglar, payg'ambarning sunnatini tutinglar. O'zinglardan bo'lgan boshliqlar sizlarni Alloh taolaga osiylik qilishga emas, uningga bo'ysunishga buyursa, ularga bo'ysuninglar. Chunki Alloh taolaga osiylik qiladigan ishlarda maxluqqa bo'ysunish durust emas. Har qanday ish ustida talash tortish qilib qolganda Qur'on va sunnatga qaytish to'g'risida. Agar sizlar bir shayda ixtilof qilishib qolsanglar, bu to'g'rida Allohga va payg'ambarga murojaat qilinglar. Mujahid va boshqa salaf olimlari bu oyatning ma'nosi haqida mundaq deydi: sizlar bir narsa ustida talash tortish qilib qolsanglar, Alloh taolaning kitobi va payg'ambar alayhissalomning sunnatiga qaytinglar. Bu kishilarning talash tortish qilgan har qanday masalada, mayli u dinning asosli masalalari yoki qo'shimcha oddiy masalasi bo'lsin, talash tortish qilinib qolsa, Qur'on va sunnatga qaytish to'g'risida Alloh taolaning buyrug'idir. Alloh taolo bu vaqtda, ya'ni Qur'on va sunnatga qaytish to'g'risida mundaq deydi: sizlar din ustida va uningdan boshqa har qanday narsa ustida ixtilof qilishmanglar. Uningga Alloh hukm chiqardi. Kitob va sunnat biror narsaga hukm chiqarsa va uning to'g'ri ekanligiga guvohlik bersa, u narsa haqdir. Bu haqdan boshqa haqiqat yo'qdir. Shunga Alloh taolo mundaq deydi: agar sizlar Allohga va oxirat kuniga haqiqiy ishonadigan bo'lsanglar, bu oyat talash tortish bo'lib qolganda Qur'on va sunnatga qaytmagan kishining Alloh taologa va qiyomat kuniga haqiqiy ishonmaydiganligini ko'rsatib berdi. Bu, ya'ni Allohning kitobiga va payg'ambarining sunnatiga murojaat qilish sizlar uchun foydalidir. Natija e'tibori bilan go'zaldir. Bu oyatning ma'nosi haqida Suddi va boshqalar mundaq deydi: ularning oqibati yaxshidir. Mujahid mundaq deydi: ularning mukofoti yaxshidir. Bu ikki ma'no mazmun jihatda farqlanmaydi.
sana nazil qilingan kitobga, ya'ni Qur'onga va sendan burun nazil qilingan kitoblarga, ya'ni Tavratga va Injilga iymon keltirdik deb olgan kishilar, ya'ni munofiqlarni ko'rmadingmi? Ular arzini shaytonning oldiga elib bormoqchi bo'lyapti. Halbuki ular shaytonni inkor qilishga buyurilgan. Shayton ularni cho'nqur ozdirishni xohlaydi. Ular, ya'ni munofiqlarga Alloh nazil qilgan kitob tarafga va payg'ambar tarafga kelinglar deyilsa, munofiqlarning sendan qattiq yuz o'rganligini ko'rsan. Qilmishlari tufaylidan o'z beshiga biror musibat kelgan chaqda sening oldingga kelib Alloh bilan qasam qilgan holda biz faqat yaxshilik va yarashishni iroda qilgan edik deganlarning holi qandoq bo'ladi? Ayni shular, ya'ni munofiqlar yolg'on aytadi. Alloh ularning dillaridagini, ya'ni munofiqlikni, mikrini biladi. Ulardan yuz o'rgin. Ularga nasihat qilgin. Ularga ta'sirli so'zlarni qilgin. Qur'on hadisining hukmidan boshqani qabul qilgan kishining musulmon emasligi to'g'risida. Sana nazil qilingan kitobga, ya'ni Qur'onga va sendan burun nazil qilingan kitoblarga, ya'ni Tavratga va Injilga iymon keltirdik deb olgan kishilar, ya'ni munofiqlarni ko'rmadingmi? Ular arzini shaytonning oldiga ilib bormoqchi bo'lyapti. Halbuki ular shaytonni inkor qilishga buyurilgan. Shayton ularni cho'nqur ozdirishni xohlaydi. Bu oyatda Alloh taolo o'zining Muhammad alayhissalom va ilgirki payg'ambarlarga tushirilgan narsaga, kitobga iymon keltirganligini da'vo qilib turib, masalalarni bir taraf qilishda Alloh taolaning kitobi va payg'ambarining sunnatidan boshqa bir narsaga esilmoqchi bo'lgan kishini aybladi. Bu ayplash oyatning tushish sabablarini bayon qilgan rivoyatlarda bilinib turdi. Bu oyat Ansariylik va Yahudiydan iborat talash tartish qilishib qolgan ikki kishi to'g'risida tushgan. Yahudi: "Men bilan sening orangda Muhammad hukm chiqirdi" deydi. Ansariymi: "Men bilan sening orangda Ka'b ibn Ashraf hukm chiqirdi" deydi. Bu oyat islomni tilida oshkor qilgan, islom kelishdan ilgirki zamonning hokimlariga hukm qildirmoqchi bo'lgan bir turkum munofiqlar to'g'risida tushdi degan ko'z qarashlarım bor. Bu oyatning tushish sababi to'g'risida buningdan boshqa rivoyatlar bor bo'lsa-mu, lekin bu oyat hammasiga o'rtaqdir. Chunki oyat Qur'on va sunnatning qonunlaridan chiqib, uningdan boshqa dunyo va oxiratning baxt saodatini elib kelolmaydigan noto'g'ri qonunlarga esilgan har qanday kishini ayblab kelgandir. Shunga Alloh taolo mundaq deydi: "Ular arzini shaytonning oldiga elib bormoqchi bo'lyapti. Halbuki ular shaytonni inkor qilishga buyurilgan. Shayton ularni cho'nqur ozdirishni xohlaydi." Munofiqlarning sendan qattiq yuz o'rganligini ko'rsan, ya'ni ular sendan mutakabbirlarga o'xshash yuz o'riydi. Alloh taolo bu mazmunda mushriklar to'g'risida mundaq deydi: "Agar ularga Alloh nazil qilgan narsa, ya'ni Qur'onga agishinglar deyilsa, ular yo'q, biz ota-bobolarimizning diniga agishimiz" deydi. Mana bular Alloh taolo tövendeki ayette sifatlab kelgan mu'minlarning aksidir. Alloh taolo mu'minlarni sifatlab mundaq deydi: Payg'ambar mu'minlarning orasida hukm chiqarish uchun ular Allohga va uning payg'ambariga chaqirilgan chaqda ular angladik va itoat qildik deyishlari kerak. Mana shunday kishilar maqsadga erishguchilardir. Munofiqlarni ayblash to'g'risida Alloh taolo munofiqlarni ayblab mundaq deydi: Qilmishlari tufaylidan o'z beshiga biror musibat kelgan chaqda sening oldingga kelib Alloh bilan qasam qilgan holda
biz faqat yaxshilik va yarashishni iroda qilgan edik deganlarning holi qandoq bo'ladi? Ya'ni sening oldinga kelib Alloh nomi bilan qasam qilgan holda hukm qilishda sendan boshqa birisining qishig'i berishimizda u hukmning to'g'riligiga ishonib emas, faqat yaxshilik va yarashishni iroda qilgan edik deb o'zra aytganlarning holi qandoq bo'lib ketar? Alloh taolo bularning shunday qiladiganligi to'g'risida mundaq deydi: dillarida kasallik, ya'ni munofiqlik borlarning zaman o'zgarib kafirlar zafar topsa, o'zimizga bir falokatchilik kelishidan qo'rqamiz deb ular bilan do'st bo'lishga oldirganligini ko'rsan. Alloh Rasulullohga, musulmonlarga g'alaba, ya'ni Makkani fath qilishni ato qildi. Yoki bir ishni, ya'ni ularning munofiqligini fosh qilishni maydonga keltirdi da ko'nglida yoshirg'ini, ya'ni mu'minlarning dushmanlarini do'st tutganligi uchun ular nadomat chekdi. Tabroni Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Abu Barza Aslama degan kishi Yahudilarning ichida ularning o'zaro talishib qolgan narsasida hukm qiladigan bir daxan edi. Ondan musulmonlarning ichidan bir turkum kishilar talash tortish qilib qolgan bir masala uchun uning qishig'i bordi. Shuning bilan Alloh taolo bu oyatni nozil qildi. Sana nazil qilingan kitobga, ya'ni Qur'onga va sendan burun nazil qilingan kitoblarga, ya'ni Tavratga va Injilga iymon keltirdik deb olgan kishilar, ya'ni munofiqlarni ko'midingmi? Ular arzini shaytonning oldiga ilib bormoqchi bo'layotdi. Halbuki ular shaytonni inkor qilishga buyurilgan. Shayton ularni cho'nqur ozdirishni xohlaydi. Ana shular, ya'ni munofiqlar yolg'on aytdi. Allah ularning dillardikini, ya'ni munofiqlikni, mikrini biladi. Bu munofiqlardir. Alloh taolo munofiqlarning dillardikini bilguchidir va shuningga asosan jazolaydi. Chunki Alloh taologa hech qanday narsa yoshirin emas. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, sana ular to'g'risida mushular yetarlikdir. Alloh taolo ularning ichi teshini haqiqiy bilguchidir. Shunga Alloh taolo Muhammad alayhisalomga mundaq deydi: ulardan yuz o'rgin, ularga nasihat qilgan. Ya'ni sen ularni dillariga yoshirgan munofiqlik va yomon niyatlaridan to'sqin. Ularga ta'sirlik so'zlarni qilgan. Alhamdulillah, Alloh shukrlar bo'lsin. Yuqorida Nisa surasi tafsiridan 63-oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimizda davomlashtiramiz inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.